Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa chiroyli va nafis vilka va qoshiqlar uchun konvert tikamiz. Bizga bo'yi 80 santimetr, eni esa 12 santimetrlik mato kerak bo'ladi. Qattiq formasini ushlab turadigan mato olsangiz ayni muddao. Keyin 15 santimetrni o'lchab chizib olamiz va teskarisiga, ya'ni orqasiga buklaymiz ichki tarafiga va uni yana oldiga shu 15 santimetr kengligida qaytaramiz. So'ngra uzun bo'lagini esa ustiga yopamiz. Ikkita yonini tikamiz. Burchaklarini kesib tashlaymiz. Yonini ham olib tashlaymiz. Qalin bo'lib qolmasligi uchun. Endi konvertni o'ngga o'giramiz. Burchaklarini esa men sushi cho'pi bilan to'g'irladim. Pastki tarafini ochiq qolgan joyini ichiga qayirtirib tikib olamiz. Konvertimizni dazmol qilib olamiz. Dazmol qilib olib, uni endi ustidan 3 santimetrdan o'lchab, ikkita uzun chok tikamiz. Mana konvertimiz tayyor bo'ldi. Unga qoshiq, vilka, pichoq yoki desert qoshiqni solib qo'ysangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.